Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir yil yakunlariga nazar tashlar ekanmiz. Yangi O'zbekiston diplomatiyasi shiddat bilan oldinga intilib, nafaqat mintaqada, balki butun jahon maydonida ham o'z so'zini aytayotgan, dunyoni hayratga solayotgan kuchli va faol diplomatiyaga aylanganini yaqqol ko'ramiz. E'tiboringizga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 2025-yil davomida amalga oshirilgan tashqi siyosiy faoliyati yakunlariga bag'ishlangan yillik brifingini taqdim etamiz. 2025-yil yangi O'zbekiston tashqi siyosati tarixida mutlaqo yangi bosqichni boshlab bergan, misli ko'rilmagan va chuqur strategik ahamiyatga ega bo'lgan yil sifatida muhrlandi. Mazkur davrda mamlakatimiz tashqi siyosati nafaqat faollik va izchillik bilan, balki aniq siyosiy natijalar, keng xalqaro e'tirof va global ishonch bilan namoyon bo'ldi. O'zbekiston prezidenti tomonidan olib borilgan faol, tashabbuskor va uzoqni ko'zlagan tashqi siyosat mamlakatimizni xalqaro maydonda ochiq muloqotga tayyor, mas'uliyatli va ishonchli sherik sifatida mavqeini qat'iy mustahkamladi. Yil davomida O'zbekiston prezidentining xorijga 28 ta tashrifi amalga oshirildi. Ulardan 3 tasi davlat, 8 tasi rasmiy va 17 tasi amaliydir. Tashriflar natijasida siyosiy muloqotlar mazmunan chuqurlashib, strategik sherikliklar yangi yo'nalishlar bilan boyidi. Uzoq muddatli hamkorlikni mustahkamlovchi aniq kelishuvlar va amaliy mexanizmlar shakllantirildi. Shu bilan birga 20 ga yaqin xalqaro tadbirlarda davlatimiz rahbarining ishtiroki O'zbekistonning xalqaro maydondagi faol va tashabbuskor pozitsiyasini yaqqol namoyon etib, mamlakatimizning mintaqaviy va global kun tartibidagi rolini sezilarli darajada oshirdi. Dunyoning turli mintaqalaridan oliy martabali vakillar ishtirokida O'zbekistonda o'tkazilgan 10 ta nufuzli xalqaro tadbirda yurtimizning mezbonligi esa xalqaro hamjamiyatning mamlakatimizga bo'lgan yuqori darajadagi ishonchi, ortib borayotgan e'tibori va O'zbekiston bilan yaqin hamkorlikni yanada kengaytirishga bo'lgan qat'iy intilishining yorqin ifodasiga aylandi. Mamlakatimiz tomonidan mintaqaviy hamkorlik va barqaror taraqqiyotga qaratilgan 100 ga yaqin muhim tashabbuslar ilgari surildi. Tashqi ishlar vazirligi hamda xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz O'zbekiston diplomatiyasini global sahnada ilgari surish yo'lida hamkorlar bilan doimiy muloqotda. Davlat rahbarlari darajasida erishilgan kelishuvlarning to'liq va o'z vaqtida amalga oshirilishi qat'iy nazoratda. 2025-yilda O'zbekiston tashqi siyosati geografiya va mazmun jihatdan misli ko'rilmagan darajada kengaydi. Yetakchi davlatlar, strategik sheriklar hamda nufuzli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan siyosiy muloqotlar yangi sifat bosqichiga ko'tarilib, mamlakatimizning xalqaro maydondagi nufuzi, ishonchliligi va siyosiy irodasi yaqqol namoyon bo'ldi. Yil davomida olib borilgan muvozanatli, ochiq va pragmatik diplomatiya natijasida O'zbekiston tashqi siyosiy kun tartibi juda boy bo'ldi. Ushbu jarayonlar nafaqat siyosiy muloqotni jadallashtirdi, balki iqtisodiy, investitsiyaviy, savdo, madaniy-gumanitar va xavfsizlik sohalarida uzoq muddatli va barqaror hamkorlik uchun mustahkam poydevor yaratdi. Yangi ko'priklar barpo etildi, mavjudlari esa mustahkamlandi. Ikki tomonlama siyosiy faoliyat natijalariga to'xtaladigan bo'lsak, yil davomida mamlakatimizga 600 dan ortiq yuqori darajadagi xorijiy tashriflar amalga oshirilgani, shuningdek O'zbekiston delegatsiyalarining xorijiy davlatlarga 700 ga yaqin yuqori darajadagi tashriflari tashkil etilgani, mazkur yo'nalishda olib borilgan faol va natijador diplomatiyaning yaqqol tasdig'idir. Mazkur muloqotlar O'zbekistonning mintaqaviy va global jarayonlardagi faol ishtirokini yanada mustahkamlab, mamlakatimizning barqaror rivojlanish, uzoq muddatli va o'zaro manfaatli hamkorlikka qat'iy sodiqligini amalda tasdiqladi. Yil davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan xorijiy davlatlarga 50 dan ziyod tashriflar amalga oshirildi. Umumiy hisobda xorijiy hamkorlarimiz bilan 2000 ga yaqin yuqori darajadagi uchrashuvlar va muzokaralar o'tkazildi. Ular doirasida siyosiy muloqotni chuqurlashtirish, ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish hamda dolzarb xalqaro masalalar yuzasidan pozitsiyalarni muvofiqlashtirish, amaldagi kelishuvlarning ijrosi, joriy masalalarni tezkor hal etilishi va doimiy diplomatik aloqalarni ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi.
Shuningdek, xorijiy davlatlar tashqi ishlar vazirlari tomonidan O'zbekistonga amalga oshirilgan 16 ta tashrif mamlakatimizning xalqaro maydondagi nufuzi ortib borayotganidan dalolat berib, yuqori darajadagi siyosiy muloqotni yangi bosqichga olib chiqdi. Bundan tashqari, chet elda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari darajasida ishtirok etilgan 29 ta ko'p tomonlama tadbir orqali mamlakatimizning mintaqaviy va global kun tartibidagi faol ishtiroki ta'minlanib, xalqaro tuzilmalar doirasida O'zbekistonning tashabbuslari va ustuvor yondashuvlari izchil ilgari surildi. Toshkentda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik korpus vakillari bilan o'tkazilgan 150 dan ziyod uchrashuvlar O'zbekistonning ochiq va konstruktiv tashqi siyosat yuritayotganini yana bir bor namoyon etib, mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan xorijiy vakolatxonalar bilan o'zaro ishonch va hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qildi. Shu o'rinda iqtisodiy diplomatiya yo'nalishidagi ishlarimiz sezilarli darajada kuchaytirildi. Elchixonalarimiz ilgarigidek ayrim viloyat va tumanlar bilan emas, balki O'zbekistonning 14 ta hududi, 208 ta shahar va tumanlari bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash mexanizmini joriy etdi. O'z navbatida Tashqi ishlar vazirligi, elchixonalar, vazirliklar, tarmoqlar va hududlar formatida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Yana bir amaliy yo'nalish bu viloyatlar delegatsiyalarining xorijiy davlatlarga doimiy ravishda ishchi safarlarini tashkil etishdan iborat bo'ldi. Mazkur tashriflarda vazirlik tashabbusi bilan joriy etilgan biznes pool asosida respublikaning yirik tadbirkorlari ishtiroki ta'minlandi. 2025-yil davomida O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari ko'magida mamlakatimiz hududlarida 80 dan ortiq, xorijda esa 200 ga yaqin biznes forumlar hamda 25 ta investorlar kuni tadbirlari tashkil etildi. Mazkur tadbirlarda 2000 ga yaqin xorijiy kompaniyalar ishtiroki ta'minlanib, hududlarning investitsiyaviy salohiyatini keng targ'ib etish, to'g'ridan-to'g'ri ishbilarmonlik aloqalarini yo'lga qo'yish va amaliy hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qildi. Bundan tashqari, yil davomida xorijdagi diplomatik vakolatxonalar ishtirokida 200 dan ortiq milliy eksportchi korxonalarga xorijiy hamkorlar topish, yangi bozorlar bilan bog'lanish va eksport geografiyasini kengaytirish borasida amaliy ko'mak ko'rsatildi. 2025-yilda 312 va ko'p tomonlama xalqaro shartnoma va hujjatlar imzolandi. 9 ta hujjat orqali strategik sheriklik munosabatlari o'rnatildi. Mavjudlari yangi bosqichga ko'tarildi. 9 ta davlat bilan diplomatik aloqalar o'rnatildi. Hamkorlar geografiyasi yana kengaydi. O'zbekiston diplomatiyasining yana bir muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri bu doimiy ravishda O'zbekiston fuqarolarini qonuniy haq-huquqlarini ta'minlash, xorijdagi vatandoshlarimiz bilan muloqotni doimiy ravishda amalga oshirishdir. Hozirgi kunda xorijdagi vatandoshlarimiz bilan ularni mamlakatimizda kechayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga jalb etish masalalari yuzasidan hamda vatanga daxldorlik hissini kuchaytirishga qaratilgan ishlar izchil davom ettirilmoqda. Bu jarayon konsullik yordamini faqat huquqiy xizmat emas, balki davlat va fuqarolar o'rtasidagi ishonch ko'prigi sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Yil davomida konsullik huquqiy faoliyat doirasida 162.376 nafar O'zbekiston fuqarosiga konsullik xizmatlari ko'rsatildi. 15 dan ziyod yurtdoshlarimizning xorijda ish bilan ta'minlanishiga ko'maklashildi. Og'ir moddiy vaziyatlarga tushib qolgan 4085 nafar fuqaromizga 746.500 AQSh dollari miqdorida yordam ajratildi. Xorijiy davlatlarning vaqtincha saqlash muassasalarida bo'lgan 2000 nafar fuqaroning ozod etilishiga erishildi. Murakkab hayotiy sharoitga tushgan, jumladan voyaga yetmaganlar, boquvchisiz qolgan shaxslar va odam savdosi qurbonlari bo'lgan jami 250 nafar fuqaro vatanimizga qaytarildi. Shuningdek, xorijdagi vatandoshlar ishtirokida yil davomida 5,5 mingdan ortiq madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilib, ularga 100 mingdan ziyod yurtdoshlarimiz jalb qilindi. Yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan 154 mingdan ortiq murojaat qabul qilinib, ularning aksariyati belgilangan tartibda ko'rib chiqildi va amaliy yechimlar bilan ta'minlandi. Bundan tashqari, yil davomida chet el fuqarolari uchun O'zbekistonga kirish bo'yicha 200 mingga yaqin vizalar rasmiylashtirildi. Ushbu ko'rsatkichlar O'zbekistonning ochiqlik, qulaylik va eng asosiysi xalqimiz, fuqarolarimiz manfaatlarini himoya qilish tamoyillariga asoslangan konsullik siyosati izchil amalga oshirilayotganini yaqqol ko'rsatadi. Mazkur yilda
O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining axborot siyosati mamlakatimizning ochiq va konstruktiv tashqi siyosatini xalqaro axborot makonida izchil targ'ib etishga qaratildi. Tashqi ishlar vazirligi va Dunyo axborot agentligining rasmiy platformalari orqali 23 mingga yaqin axborot materiallari e'lon qilinib, vakolatxonalarimiz ko'magida 6 mingdan ortiq maqolalar nufuzli xorijiy ommaviy axborot vositalarida chop etildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalar auditoriyasi 230 mingga yetdi. O'zbekistonning turistik va madaniyat salohiyatini targ'ib etish doirasida 712 nafar xorijiy turoperator, 450 nafar media vakili va 269 ta travel blogerlarning tashriflari tashkil etildi. Shuningdek, obunachilari 10 milliondan ortiq bo'lgan 30 ga yaqin bloger va influenserlar diplomatik vakolatxonalar orqali mamlakatimizga jalb etildi. Yil davomida yirik xalqaro tadbirlarni yoritish maqsadida 3400 dan ortiq xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari Tashqi ishlar vazirligi huzurida akkreditatsiyadan o'tkazildi. Bu esa hozirgi kunda xorijiy ommaviy axborot vositalari tomonidan O'zbekistonga bo'lgan qiziqishni shiddat bilan oshib borayotganini yaqqol dalili hisoblanadi. Umuman olganda, amalga oshirilgan ushbu axborot faoliyati O'zbekistonning ochiq va konstruktiv tashqi siyosatini xalqaro miqyosda izchil namoyon etib, mamlakatimizning ijobiy imidji, yumshoq kuch salohiyati va global axborot makonidagi nufuzini sezilarli darajada mustahkamladi. Hurmatli kuzatuvchilar, 2025-yil yangi O'zbekiston diplomatiyasi uchun mazmunan boy, natijalarga yo'naltirilgan va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan yil sifatida yodda qoldi. Faol tashqi siyosat, ochiq va pragmatik yondashuv, puxta huquqiy asoslar, kuchli axborot siyosati xalqaro maydondagi o'rnimizni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi. Har bir olib borilgan muzokara, imzolangan hujjat, mustahkamlangan sheriklik va himoya qilingan fuqaro manfaatlari mamlakatimizning barqaror rivojlanishi va xalqaro maydondagi mustahkam o'rniga xizmat qiladi. Bu yo'ldagi har bir qadam izchil hamkorlik, o'zaro ishonch va uzoq muddatli taraqqiyotga qaratilgan tarixiy sa'y-harakatlarning uzviy davomidir. Yangi yil arafasida ushbu yutuqlar kelgusi davr uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilishiga ishonchimiz komil. Oldinda yana keng imkoniyatlar, yangi tashabbuslar va yuksak marralar turibdi. 2026-yil barchamiz uchun tinchlik, barqarorlik va yangi yutuqlarga boy yil bo'lsin. O'zbekiston tashqi siyosati yo'lida amalga oshirilayotgan ezgu va izchil sa'y-harakatlar kelgusi yilda ham mamlakatimiz nufuzi, taraqqiyoti va xalqimiz farovonligiga xizmat qilishiga ishonamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi jamoasi nomidan barchangizni yangi yil bilan muborakbod etamiz. 2026-yil barchamiz uchun tinch, osoyishta hayot, mustahkam sog'lik va ezgu niyatlarimiz ro'yobini olib kelsin. Yangi yil har bir xonadonga baraka, jamiyatimizga birdamlik, yurtimizga esa barqaror taraqqiyot va xalqaro maydonda yangi muvaffaqiyatlar yili bo'lishini chin dildan tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.